Bir necha oylar avval O'zbekistonda yagona bo'lgan, jahon standartlariga mos keladigan laboratoriya borligi haqida eshitdim. Ushbu markazda Yakub Ahror To'ychiyevich boshchiliklarida yosh mutaxassislar uchun zamonaviy umurtqa endoskopik jarrohligini o'rganish uchun barcha imkoniyatlar bor ekan. Shu vaqtgacha Ahror To'ychiyevich bilan birgalikda bir necha o'nlab endoskopik operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajardik. Ushbu amaliyotlar davomida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy tajribalar ham olish imkoniyati bo'ldi. Endoskopik umurtqa jarrohligini o'rganish istagida bo'lgan hamkasblarimiz uchun ushbu markazni ishonch bilan tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu yerda barcha zamonaviy shart-sharoitlar mavjud. Zamonaviy jihozlangan o'quv xonalari, laboratoriya xonasi va har kuni 4 tadan 6 tagacha endoskopik umurtqa jarrohligi operatsiyalarini kuzatish va ularda bevosita ishtirok etish imkoniyati mavjud ekan. Endoskopik umurtqa jarrohligini o'rganmoqchi bo'lgan hamkasblarimizga shuni aytib qolardimki, endi chet elga borib yurishning hojati yo'q.